2025-yil 14-sentyabr boks olamida ikkita muhim jang bilan eslanadigan kun bo'ldi. Crawford Caneloni yenggan bo'lsa, Yaponiyada o'tgan turnirda afsuski Murodjon Ahmadaliyev Inuiga qarshi jangda mag'lubiyatga uchradi. Eng qizig'i bilasizmi nimada? Saul Alvarez jangdan so'ng bergan izohida mana shu so'zlarni aytib o'tdi. Ba'zida siz o'zingiz istagan narsani qilmoqchi bo'lasiz, ammo tana bunga yo'l qo'ymaydi. Menda shunday bo'ldi. Balki men Crawfordni o'qiy olgandirman, lekin tanam meni eshitmadi. Men harakat qildim. Endi buni tan olishim kerak. Bor gap shu. Endi esa hamyurtimizning intervyusini eslab o'tamiz. Men qo'limdan kelgancha harakat qildim. Ringda o'zim harakat qilyapman, ammo badanim, telosложением, qo'llarim, oyoqlarim bo'ysunmayapti menga. Deyarli bir xil vaziyat. Ko'pchilik bu intervyudan keyin Murodjonni qo'llab-quvvatladi, lekin ayrimlar esa uni hali hamon qoralashda davom etmoqda. Shaxsan men MJning bundanda yaxshiroq jang ko'rsata olishiga ishonaman. Ha, Inui tezkor va texnik jihatdan kuchli, bu bor gap. Lekin yana bir fakt shuki, o'sha kuni Murodjon Ahmadaliyevning prime varianti emas edi. Demak, u qo'sha oladi, kuchli bo'ladi va qaytadi.